Men qara, sen hali sigaret chekyapsanmi? Yo'q aka, men chekkanim yo'q. Yo, menga o'rtog'im aytdi. O'rtog'im meni aldamasa kerak. O'z ko'zi bilan ko'rib chekib turganingni. Menga qara. Yana bir marta chekayotganingni eshitib qolsam, mana bu 30 hektar tishingni qo'q olaman, tushundingmi? Sen shukr qil. Yaxshi ham ko'chadamiz. Hali kech bo'ladi-yu. Ashunda sen bilan uyda alohida gaplashamiz. Ha, tuzingmisalla? Sen nima qilib turibsan bu yerda? Aka, o'rtoqlarim bilan turuvdim-da gaplashib. Sen nimaga dadam aytgan ishlarni qilmay survording ko'chaga? Men hozir go'shga ketyapman, senga 15 minut vaqt. Men borgunimcha uyda bo'lmasang, mana shu o'rtoqlaringni oldidan uygacha seni sudurab urib olib ketaman, tushundingmi? Tez, jo'na. Xo'p aka, xo'p. Oshna xafa bo'lmagini yuzingga aytaman. Akang seni har doim hamma oldi izdivatsiya qilib, boshqa qilib, uka ekanman deb pastga to'rasan, aka ekanman deb seni boshingga chiqib olish kerakmi? Ko'chada kar-kar qilasan-u, akangga gapira olmaysan. Kalta yegan tayyortir. Ana akang kelyapti. Akamni maqsam gap qaytarmasligimning sababini bilmoqchimisanlar? Menga ortiqcha gap gapirishi akamga eshittirib, nimaga gap qaytarmasligimni tushunib olasanlar. Siz o'tirishga borasizmi yo har doimgidek pul yo'qmi? Bu erkak kishining cho'ntagida pul turadi. Qachongacha biz senga to'laymiz? Nima bo'lyapti bu yerda? Sen nimaga boshingni egib turibsan? Qaddingni tik tut. Mana pulni ol. Mana shu pulga mana bu o'rtoqlaring bo'kka necha oshga to'ydirgin, tushundingmi? Boshingni egmang. Ana ko'rdilaringmi meni qanday akam bor. Eslaringda bo'lsa, senlar bilan qichiq qilamiz deb mashinani urib qaytgandik. O'shanda senlar qochib ketganding meni bir o'zim tashlab. Lekin akam dadamni vajohatdan qo'rqmasdan bo'yniga olib mashinani men urib keldim deb aytgandi. Sigaret chekishimni senlarga qizig'i yo'q. Lekin akam ekanda meni sog'lig'imni o'ylab chekkanimni bilib chidab tura olmadi. Shuning uchun mingta do'sting bir bo'lib, bitta akangni o'rnini bosa olmas ekan. Aka, mening tayanchim. Sizdek akam borligidan faxrlanaman. Siz nafaqat mening akam, balki eng zo'r do'stimsiz.